Assalomu alaykum, aziz kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan juda muhim mavzuni gaplashamiz. Chunki ko'p tikuvchilar bitta katta xatoni qiladi. Chiroyli parda tikdim deydi, lekin mijoz qayta buyurtma bermaydi. Nega? Sababi rang noto'g'ri tanlangan bo'ladi. Shuni bilingki, yaxshi tikish har doim ham yetarli emas. To'g'ri rang tanlash bu professional darajadir. Avvalo xonaga rang tanlashda xonadagi jihozlarga, mebellarga va gilamlarga alohida e'tibor qaratishimiz kerak. Hech qachon pardani alohida uyni ko'rmasdan turib tanlamang. Avvalo, uyga o'lchamga borganingizda telefoningizga deraza va eshiklarni potolokdan polgacha ob'y tushadigan darajada rasmga olishingiz kerak. Devor och rangda bo'lsa, parda 1-2 ton to'qroq bo'lsin. Devor to'q bo'lsa, och yoki neytral ranglardan foydalaning. Shunda xona bosilib qolmaydi, aksincha nafis ko'rinadi. Xonaning vazifasini unutmang. Har xona har xil kayfiyat beradi. Yotoqxona sokin, dam beradigan ranglar, ya'ni kulrang, dengiz rang, bejiviy rang. Hop, mehmonxona uchun boy, o'ziga tortadigan ranglar, ya'ni zangor, qora, oltin, zaytun ranglar. Oshxona uchun och ranglar. Agar yotoqxonaga juda yorqin parda tiksangiz, mijoz uxlay olmaydi, ayb sizda bo'ladi. Bolalar xonasi uchun esa judayam charchatmaydigan ranglardan foydalanishni tavsiya qilaman. Xonaning kattaligi va yorug'ligi bu joyda ko'p tikuvchilarni adashtiradi. Kichik xonaga to'q parda tanlab bo'lmaydi. Kichik xonalarga yorqin ranglarni foydalansangiz, xonani kengroq ko'rsatadi. Yorug'lik kam bo'lsa, och va iliq ranglardan foydalanish kerak. Juda quyoshli xonaga sovuq ranglar zo'r tushadi. Parda faqat chiroy emas, u fazoni boshqaradi. Parda yolg'iz bo'lmasligi kerak. Parda interyerning bir qismi. U divan bilan, gilam bilan, yostiq yoki dekoratsiya bilan uyg'un bo'lishi kerak. Agar oddiy qoida parda rangini interyerdagi bitta detal rangidan oling. Mato rangini o'zgartiradi. Bir xil rang, lekin vellurda to'q, parash matolarda och ko'rinadi. Shuning uchun professional tikuvchi hech qachon namunasiz va xonasini ko'rmasdan rang tanlamaydi. Azizlarim, shuni yodda tuting. Rangni to'g'ri tanlagan tikuvchi har doim qimmat baholanadi. Rangni tushuntirib bera olgan tikuvchi mijozni yo'qotmaydi. Rangni his qilgan tikuvchi brendga aylanadi. Siz oddiy tikuvchi emassiz. Siz mijoz uyini bezaydigan dizaynersiz. Modani quvib ketmang. Moda doim o'tadi, lekin parda kamida 5 yoki 10 yil turadi. Klassik ranglar doim yutib kelgan. Bejiviy, kulrang, qaymoq rang, shampan rang. Agar xohlasangiz, xonangizni rasmi yoki devor mebel ranglari bilan rasmini tashlasangiz, maslahatlar berib boraman.